Bonjour à tous, bienvenue à notre institut. Je suis très contente et heureuse de vous voir sur notre site. J'espère qu'on se voit dans quelques mois avec vous pour que je puisse échanger avec mes connaissances avec vous. Assalomu alaykum hammaga, ismim Qo'chqorova Muxlisa, O'zbekistonning eng nufuzli oliygohlaridan biri bo'lgan Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining iqtisodiyot kafedrasi iqtisodiyot fanlaridan dars berib boraman. Oliygohimizda professional va malakali o'qituvchilar o'z faoliyatini olib boradilar va mana shu jarayonda xalqaro bilimlarni talabalarga berib boramiz. Ilmiy faoliyatim to'g'risida gapiradigan bo'lsam, 2022-yil Fransiyaning eng nufuzli oliygohlaridan biri bo'lgan Perpignan universitetida magistratura bosqichida tahsil olishga erishdim va mana shu bosqichda shu bilan birgalikda Yevropaning eng nufuzli kompaniyalaridan biri bo'lgan Novatrans va Green Model kompaniyalarida menejer bo'lib ishlashga muvaffaq bo'ldim. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanib bormoqda, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun jahon bo'ylab e'tirofga sazovor bo'lyapti. Bu esa oxirgi yillarda O'zbekistonning eng yaxshi malakali kadrlarga ehtiyoji balandligini ko'rsatadi va shu sababli institutimizda o'qituvchilar talabalarga eng so'nggi darajadagi bilimlarni, xalqaro darajadagi bilimlarni berib boradi. Innovatsion, raqamli iqtisodiyot va global iqtisodiy rivojlanish fanlari bo'yicha bu esa nafaqat talabalarimizning bugungi kunda kelajakdagi karyeralariga ham ta'sir qiladi. Hurmatli abituriyentlar va ularning ota-onalari, bugungi kundagi O'zbekistonda jadal rivojlanish davrida farzandingizni xalqaro standartlarda bilim olishi va kelajakda o'z o'rnini topishini istasangiz, farzandingiz kelajagi befarq bo'lmang va tanlovni to'g'ri qiling.